Joriyaning muhabbati. Abdulloh ibn Husayn roziyallohu anhuning ajamiy joriyasi bor edi. Bir kuni kechasi joriya uyqudan turib, tahorat oldi va namoz o'qiy boshladi. Namozni tugatgach, sajdaga yiqilib, Alloh taologa bunday deb iltijo qila boshladi: "Yo Robbim, meni yaxshi ko'rganing uchun mag'firat qil." Abdulloh ibn Husayn roziyallohu anhu ham uyg'oq bo'lib, uning bu duosini eshitdi va nasihat qildi: "Sen Alloh taologa bunday duo murojaat qilma. Axir qayerdan bilasan, balki Alloh seni yaxshi ko'rmas. Shuning uchun ham Allohdan meni senga bo'lgan muhabbatim sababli afv qilgin deb so'ra." Uning bu gaplarini eshitgan joriya bunday deb javob berdi: "Agar Alloh taolo meni yaxshi ko'rmaganida yarim tunda qoyim qilarmidi? Ajam yurtidan chaqirib, mo'minlar diyoriga keltirib qo'ygan bo'larmidi?" Joriyaning bu qadar oqilona javobini eshitib, Abdulloh ibn Husayn: "Men seni Alloh roziligi uchun ozod qildim. Ketaver", dedi. Shunda joriya: "Hojam, shu paytgacha men 2 ajr olayotgandim, ya'ni Allohga va hojasiga itoat qilish ajri yozilayotgan edi. Nima qilib qo'ydingiz? Oh, kichik hojamning ozod qilishi shunday bo'lsa, buyuk hojamning ozod etishi, ya'ni meni o'zidan uzoqlashtirishi qanday bo'lar ekan-a?" deya behush bo'lib yiqildi va jon taslim qildi.